Salom do'stlar, Ibrohim kanaliga xush kelibsizlar do'stlar. Bugungi bugungi Drivnik o'yinini o'ynab mazza qildim olishga harakat qilamiz. Videoni boshlashdan oldin bittagina like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sizlarga katta rahmat, 600 ta obuna bo'ldik. Juda ham xursand bo'lib ketdim. Endi 700 ta obunaga ketdik. Endi bu yerdan tezroq ko'paysa 600 tadan. Xo'p millatlar, biz o'yinni boshlaymiz. To'xta. Kamaz mashina emas. Boshqa mashina tanlaylik. Hop. Mana qani parking tanladik. Hop, ketdi. Qayilamiz. O'ngga qayil. Endi chapga qayilarkanmiz, qayilaylik. Hop. Yaxshi. Endi yo'lga qayilamiz. Bo'l. Voy, shop bola endi kirmoqchi edim. Sen yo'limga tiqildi. Shop bola. Hop, yana ketdik. Obamcha qayilishtirib, mashina yuribdi. Qayil, chapchi, yaxshi. Anta mashina nima? To'xtab turibdi. Anaqa. Ant urilib ketmi, yana urilib ketdi hozir. Hop. Endi chapchi burilamiz. Buril. Yaxshi, mana parkingga qo'yamiz joyiga. Odamni nomdora qo'yilishi ko'rsatilish. Yo'q, nima? Orqadan ketdi. Hop. Rega qo'yamiz. Hop. Vay. Bosilib ketdi. Boshqatdan qilaylik, qo'yilmayapti. Qaylamiz. Oldin bilardim, jo'r o'ynardim o'yinni yoshligimda. Hozir ishdan chiqqan o'yin. Shu sol qoldi, urilib ketsa o'zi, bo'lmas urilib ketardi. Hop. Endi bu yoqqa qaylamiz. To'xtab. Qayl. O'ngga qayl. Hop. Endi chapkamida. Bildam chapcha qayiladiganini ko'rdingmi? Men bilaman chapcha degani chapcha. Hop. Bo'l qayli. Bu qani yana parking emasmi, boshqa narsa tanlovdi. Nima tanlovdi? Boshqasini bilmayman. To'g'ri yurajan tanlayapmiz. Setdan yurib yutamiz. Hop. Endi men avtobus mashina var, katta mashina. Rayli, har xil rayli mashinalar. Anaki Telegram kanalimizga obuna bo'linglar do'stlar. Shilkasi turibdi, shuni bossanglar, точно Telegramga kiradi. Hopma. Voy, ko'rmay qoldim. Ko'zim mashina ketib qopdi do'stlar, ko'rmay qopman. tezroq yutishim kerak, harakat qilaylik.
Hop. Kali bol. Hop. Tezroq mamikka anaqa yetish kerak. Vaqti ko'proq bo'lsa bitardi. Hop. Yo'ldan ketamiz qarqul. Suzuvchilar mana bo'l. Shu yutdi, yaxshi. Birinchisini yutdik. Bu do'stlar bugun yetadi. Agar sizlarga video yoqgan bo'lsa like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sizlar bilan katta rahmat. Omon bo'linglar.